Ko'pchilik shaxsiy brend deganda faqatgina Instagramga kirib, Reels qo'yishni tushunib qolishdi xolos. 1 daqiqalik bitta savolga javob berishadi, bo'ldi, shaxsiy brendim qurilyapti deb o'ylaydi. Juda ham noto'g'ri strategiya, zerikarli. Juda ham tezda anaqa to'xtatib qo'yadigan strategiya deb o'ylayman. Bugun sizlarga har tomonlama sizni ochib bera oladigan shaxsiy brend qurish formulasini ko'rsataman. Ekranga qaraydigan bo'lsangiz, bizda qisqa formatdagi o'sha Reels formatda bo'ladimi, TikTok uchun formatda bo'ladimi, YouTube Shorts bo'ladimi va hokazo. Formatdagi videolar ham bor, yozma postlar ham bor va uzun formatdagi videolar ham bor. Men bir narsaga ishonaman. Bir mavzuda, aytaylik, hamma 1 daqiqalik video bera oladi. Hattoki yosh bolaga ham 1 daqiqalik narsani o'rgatib qo'yadigan bo'lsangiz, uni chiqib gapiraveradi. To'tiga o'xshab. Lekin yozish va uzun video qilish kelganda sizdan ma'lum bir o'sha mavzu bo'yicha salohiyat, tafakkur qilgan bo'lishingiz kerak. Chunki bir mavzu bo'yicha aytaylik 10 daqiqa, 15 daqiqa, 1 soatgacha gapira olish uchun inson o'sha narsani hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham ustasi bo'lish kerak yoki hech bo'lmasa o'sha karyerasi davomida tajriba to'plagan bo'lish kerak. Bu formulada men haqiqiy shaxsiy brendlar haqida gapiryapman. Ya'ni haqiqatdan o'zini ishini mutaxassislari chiqib odamlarga bir narsa o'rgatish haqida gapiryapman. Savollarga javob berib o'tiradigan qanaqadir tadbirkorlar haqida gapirmayapman. Birinchi bizning maqsadimiz, boya aytganimdek, men video olishdan ko'ra ham hozirda yozishni afzal ko'raman. Va birinchi bizni tushuntirmoqchi bo'lgan narsam bu formula orqali bizni o'zimizning g'oyalarimizni ko'proq insonga yetkazish, shaxsiy brend orqali. Lekin video qimmat. Masalan, video olish odamdan resurs talab qiladi. Lekin bizda g'oyalarimiz bor. Mana shu g'oyalarni arzonroq, tezroq test qilib olishimiz kerak. Buning uchun eng O'zbekistondagi qulay platforma bu Telegram deb hisoblayman. Har bir shaxsiy brendini qurmoqchi bo'lgan insonni Telegram kanali bo'lishi kerak. Agar sizda Telegram kanal bo'lmaydigan bo'lsa, sizning birinchi maqsadingiz qaysi platformada bo'lishidan qat'iy nazar Telegram kanalga odam olib kelish bo'lishi kerak. Ya'ni kanalingizga hech bo'lmaganda 300 tadan 500 tagacha bo'lgan auditoriyani to'plash bo'lishi kerak. Hali umuman shaxsiy brendingizni yuritmagan bo'lsangiz. Buni biz qanaqa amalga oshirishimiz mumkin? Albatta, qisqa formatdagi videolar joylash bilan. Aytaylik, TikTok, Instagram, Reels orqali yoki Shorts orqali biz 1 daqiqalik videolar chiqaramiz. Maqsadimiz esingizdan chiqmasin, biz ana shu Telegram kanalimizga odam olib o'tish bo'lish kerak. O'shaning uchun Instagramda ham, TikTokda ham qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha bio deb qo'yadi, o'sha bio qismiga Telegram kanalimizni qo'yib qo'yishimiz kerak. Bizani videolarimizni ko'rgan odam Telegram kanalimizga o'tishi kerak. Lekin Telegram kanalimizga olib o'tishimizdan oldin hech bo'lmasa o'sha yerga qanaqadir postlar yozib qo'ygan bo'lishimiz kerak, chunki Telegramga o'tgan odam pustoy, ya'ni bo'm-bo'sh Telegram kanaliga o'tib qolmasin. O'shaning uchun hech bo'lmasa 10-12 ta post yozib qo'ying o'sha yoqqa. Aytgancha 2-3 oktyabr kunlari o'zimni bepul vebinarimni o'tkazaman. Webinar davomida siz shaxsiy brend qurish formulasi, biznesingizga noyob taklif yaratish, marketing agentligi ochish va uni boshqarish va xizmatingizni qimmatga sotishni o'rganib olasiz. Mabodo webinarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, pastda opisaniyada havola qoldiramiz. Mana shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Kutamiz. Instagram Reels'ga masalan olaylik, videolar joylashni boshladingiz. Yaxshi ketgan video bo'ladi-ku. Mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, Instagram Reels'dan yaxshi bitta videoingiz ketib qoldi. Masalan, siz odatda 100 ta 200 ta prosmotr olayotgan bo'lsangiz, bitta videoingiz aytaylik 10 ming ta prosmotr oldi. Bu noodatiy ko'rsatkich sizning kanalingizga nisbatan. Men birinchi qiladigan ishim o'sha videoni pulli reklamaga berib yuborardim. Nimaga? Boost post deyshadi, ya'ni o'sha videoni boost qilib yuborardim. $5 mi, $10 mi bilmayman, sharoitingizdan kelib chiqib. Nimaga? Tabiiy yaxshi qabul qilingan video esingizdan chiqmasin, pullik reklama qo'yganingizda yanada yaxshi qabul qilinadi. Chunki tabiiy yo'l orqali sizga bu narsa ko'rsatildi, bu video yaxshi ketadi. Endi uni ustiga pulli beradigan bo'lsangiz, sizga ancha arzonga kattaroq auditoriyaga chiqishga yordam beradi. Va kattaroq auditoriya sizni videoingizni ko'rib baraka topgandan keyin o'z-o'zidan boshqa videolaringizni ham tekshirib ko'radi. Sizni bitta yaxshi ketgan videoingiz, yaxshi ketmagan videolaringizni ham ko'tarib olib ketib qoladi. Ikkinchisi, albatta, Reelslarim orqali, o'sha kanalim orqali Telegram kanalimga insonlarni olib o'tardim. Keyingi qiladigan ishim endi o'zimni g'oyalarimni video uchun chiqarmoqchi bo'lgan g'oyalarimni arzonroq test qilib olish yo'li bu Telegramda yozish.
Ya'ni menda bitta g'oya bor. Men yarim soat yoki shunday aytaylik 20 minut o'tiramanda, shunda bitta narsani yozaman, Telegramga chiqaraman. Tasavvur qiling, Telegramingizda 500 ta odam bor. Men bu g'oya yaxshi ketishini qattan bilaman. Men o'sha postni qo'ydim Telegramga va chamasi 7 kungacha yoki 3 kundan 4 kungacha kutaman. Agar Telegramda obunachilarim 500 ta bo'lsa-yu, men joylagan post 1000 ta odam tomonidan ko'rilgan bo'lsa, demak bu men uchun yaxshi post. Kanal qancha kattalashgani sari bu metrika o'zgarib boraveradi, lekin kichkina kanallarda agar 500 ta odamingiz va ko'rishlar soni sizda 1000 ta bo'lib ketadigan bo'lsa, demak o'sha post odamlarga yoqdi, chunki bir-biri bilan ulashdi. Esingizdan chiqmasin, Telegramda odamlar bir-biriga yomon narsalarni ulashmaydi, yomon narsalarni tavsiya qilmaydi. Qanaqa ma'noda? O'ziga qiziq tuyulgan, o'zini bir haqiqatan og'rig'ini olib chiqqan bo'lsangiz, bir narsa bo'lgan bo'lsa-ki, odamlar bir-biriga ulashadi. Chunki o'tda o'zini obro'si turibdi. Endi nima qilardim? O'sha yaxshi ketgan postni shunda olardim-da, Instagram Reels'ga joylardim qisqa formatda. Ko'rardim. Chunki mana shunaqa gipotezam bor, buni isboti bilan hozir ko'rsatib beraman sizga. Telegramda yaxshi ketgan kontent Instagramda ham o'z-o'zidan yaxshi ketadi. 95% holatda. Endi Instagramga joylardim. Agar men joylagan post men kutgandek natija olib keladigan bo'lsa, ya'ni keyingi etapga o'tardim. Mana o'zingiz e'tibor bergan bo'lsangiz, yozma postim yaxshi ketdi, viral degani zo'r ketdi degani, qisqa formatda video qilardim-da, xuddi agar Instagramda yaxshi ketib qoladigan bo'lsa, o'sha videoni mavzusini olardim. Masalan, do'st tanlash bo'yicha ketgan videoim masalan 1 million ta nima deydi, prosmotr olgan bo'lsa, uni katta formatda YouTube'ga, bilmayman, 30 daqiqalikmi, 20 daqiqalikmi, 40 daqiqalikmi qilib video chiqarardim. E'tibor bergan bo'lsangiz, Telegramni ishlatgan holatda men g'oyalarimni filtr qilyapman-da, oxir oqibat keyin YouTube'ga olib boryapman. Keling endi, gap isboti bilan bo'lsin deydi-ku, o'sha narsani sizga isboti bilan ko'rsatib beraman. Bu yoqqa o'tamiz. Bu meni Telegram kanalim. Shahid Olimov deb yozadigan bo'lsangiz, meni kanalim chiqib ketadi. Mana shu rasmim bilan. Endi bu videoni yozayotgan paytimda mana shu rasmim bor. Bu Shahid Olimov kanali. Eng pastiga rozi bo'lib, nimani isbotlamoqchisiz degan talabalarga yo'llangan xat yozganman. E'tibor bersangiz, bu videoni yozish paytida meni obunachilarim 16 ming ta. Lekin video 55 ming ta ko'rilgan. Ya'ni odamlar shunchalar bir-biriga ko'p ulashilganki, bu odamlarga shunchalik yoqdi. Endi menda gipoteza paydo bo'ldi. Boyaga o'zimni formulami, endi birinchi pichoqni o'zing ko'r deydi-ku, xuddi o'sha o'zimni gipotezamni hozir o'zimda qo'llab ko'ryapman. 55 ming ta. Yaxshi, bu menga signal bo'ldi. Shuni oldimda keyin men Instagramga Reels qilib chiqardim. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu Reels'im mana 152 ming ta ko'rildi. Ya'ni meni obunachilarim 156 ming ta. Deyarli 1 ga 1 ko'rildi. Bu zo'r ketdi degani. Bundan yaxshi ketishi mumkinmidi? Albatta ketishi mumkin edi, lekin men uchun bu juda yaxshi ko'rsatkich, chunki bir kunning ichida bu kontentim 100 mingdan ortiq inson tomonidan ko'rildi. O'z-o'zidan men qiziqish uchun YouTube'ga ham qo'yib ko'rdim bu kontentni. E'tibor bersangiz, mana shortslarimizga kiramiz. Xuddi o'sha video, mana boshqa videolarim mana YouTube shortsda mana 1200 ta, 3600 ta, 4400 ta, 4300 ta ko'rilayotgan bo'lsa, aynan shu videoyim 143 ming marotaba ko'rildi. E'tibor bersangiz, Telegramda ishladi, menga signal keldi. Shunda oldimda, men Instagramga qo'ydim. Instagramda ham yaxshi ketdi. Shunda oldimda YouTube'ga ham joyladim. Endi YouTube bu shortsda yaxshi ketdi. Hozir endi men jamoam bilan o'tirib nima qilaman? Talabalarga yo'llagan xat sifatida katta 40 daqiqalik video chiqaraman. Buni o'zida ssenariy yozmayman. Nimaga? Chunki o'sha ikkita platformada meni g'oyam isbotlandi. Endi o'z-o'zidan bunga bemalol mana bunaqa mikrofonlar, tayyorgarliklar, kameralar qo'yib video olsam bo'ladi. Chunki endi ana shu videoyimni yanada ko'proq odamlar tomonidan mana 40 minutlik video chiqarishim uchun men ancha tayyorgarlik ko'rishim kerak, ancha mendan pul, resurs talab qilinadi, to'g'rimi? Endi men resurs sarflayapmanmi? Meni g'oyam boshqa joyda o'sha isbotlangan bo'lish kerak-da, ya'ni boshqa kanallarimda. Chunki o'sha narsa menga ishonch beradi. 95% holatda hozir 40 daqiqalik video qilib shuncha pul ketkizsam, 95% holatda o'sha uzun videoyim ham
yaxshi ketadi. O'zbek tilidagi marketing bozoriga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz uchun jamoamiz bilan maqsadli mijoz deb nomlangan Telegram kanal ochdik. Video olish juda ham katta resurs talab qilgani uchun va vaqt talab qilgani uchun Telegram YouTube'ga qaraganda yanada ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Kanalimizda marketing haqida oddiy tilda gaplashamiz. Mabodo shu yo'nalishga qiziqishingiz bo'lsa va bu bo'yicha o'zingizni karyerangizni qurmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'shiling. Telegramda maqsadli mijoz deb yozsangiz, sizni kanalimizga olib o'tadi yoki videoni opisaniyasida Telegramimizga link qoldiramiz yoki izohlarda birinchi bo'lib o'sha link turadi. O'sha link orqali kirishingiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu shaxsiy brend qurish, ya'ni strategiyasi, bu formula. Mana shu formuladan foydalanib, bu aytaylik, bitta mana shu formula bor, boshqa narsa yo'q degani emas. Har xil yondashuv bor shaxsiy brendga. Bu aynan men qo'llaydigan strategiya. Buni faqat yana o'zingizlar maxsus kurs qilib chiqarib yormaylar. Bu tekinga berilyapti. Bemalol o'zingizni shaxsiy brendingizni qurishda ishlatishingiz mumkin. Umid qilaman, aniq bir formula va misollar bilan ko'rsatilgan video orqali shaxsiy brend qurish bo'yicha ancha-muncha savollaringizga javob topdingiz. Video yoqqan bo'lsa, shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi yoki rivojlantirish istagida yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda kutaman. Hozircha siz mana bu yondan chiqib turgan videoni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Gaplashamiz.